Allah Teala'ya hamdü sanalar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salat selamlar olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü cemaat qayçı kerek bo'lgan bayan, özünü canını kıyı, özünü özü öldürü, künösü. Adam özünü öldürüş doğrusunda biz cemaatka bayan kılışımız kerek ekan. Bunun namını bizi tilde aytkanda özünü canıga qasd qilishlik, özünü acele etmey öldürüp qo'yish degan masala. Ko'paydi bizde hazır zamanımızda. Emne üçün özünün canını qiyat. Emne üçün adam özünü özü öldüredi degan bu muallif birinchi sababini aytyapti. So'nggi darajaga cheyin cho'kib ketgan bo'lsa, agar inson deydi qattiq muammoga tushgan bo'lsa, bardığıdan toyup jadagan bo'lsa, anın jashoo turmuşda hech qanday ma'ni bermay qolgan bo'lsa, bu dunyoda jashooga layık bo'lmay qolgan bo'lsa, o'shanda inson o'zini o'zi o'ldirishga harakat qilib qoladi deydi. O'sha dunyodan qutulsam, yashab turgan dunyodan qutulsam deb adam bir o'zini o'ldirganga harakat qiladi. Alem Allah Teala'ga iman keltirgen, mo'min musulmon anday qilbaydi. Musulmon adam taqdirga birinchi Allah Teala'ga, anan Allah Teala'nın taqdirga iman keltirgen. Hech qachon o'z canını qiybaydi. Antkeni ko'z aldında dünya qanchalik qarang'i bo'lsa da andan ümit degan narsa hech qachon o'chmaydi deydi. Musulmon adam bilan musulmon emas odamni ayirmasi o'sha yoqda, hurmatli jamoat. O'lim degani Abu Bakr radhiyallohu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani kirganda vallahi tibda hayyan ve mayyitan, siz tirigingizda dunyodan o'tganingizdan keyin eng yaxshi odam bo'ldingiz dedi. Tayyibun degan eng yaxshi odam. Allah Teala size ikki marta joningizni olmaydi dedi. Bir marta o'lasiz dedi. Hammamiz ham shunday. Bir marta o'lamiz. İki marta ölmeydi adam. Biroq bir adamlar var, o'sha adamlarni o'lganini ko'rib, bu dunyodagi adam o'sha adamga havas qiladi. Bir adam var, o'sha adamni o'lganini ko'rib, bir-birimizga past ovoz bilan aytib qo'yamiz. Ehtiyot qilib aytib qo'yamiz. İçib o'libdi, zina qilib o'libdi, o'zini osib o'ltiribdi, zahar ichib o'libdi, tomdan tashab o'libdi, ustiga benzin quyib o'libdi. Shunaqa deb, dunyo uchun ham o'lib ketishi mumkin odamzodchi. O'lim ikki xil, hurmatli jamoat. O'lim degan ikki xil. Bir o'lim bor, bu yoqdagi odamlar o'sha o'limni ko'rib havas qiladi, so'raydi. Men de o'shanda o'lsam deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda "Faman istata'a minkum" sizlarning qo'lingizdan kelsa Madinaga borib o'linglar dedi. Ana Xudodan so'ra dedi. Madinada, Makkada o'lishda Alloh taolodan so'ra dedi. Chunki husnul xotima, go'zal xotima, odam dunyodan chiroyli o'tishi degan bir masala bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illalloh dakhala al-janna" qaysi odamni dunyodagi so'nggi oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'la turgan bo'lsa, o'sha odam so'zsiz jannatga kirdi dedi. Husnul xotimani odam o'zini uni jashosida o'shanga harakat qilib ketish kerak. Duo qilib so'rash kerak. Qanday qilsam men husnul xotimaga yetaman deb harakat qilish kerak. Yomon xotimachi desa, yomon xotimani odam so'ramasa yo be'tibor bo'lsa, yuragi siqilsa, boshqa bo'lsa o'lib qoladi. Ondan 4 mazhabning o'rtasida o'shunda ixtilofli boyagi masala bor. O'zini o'ldirgan odamga janoza namozi o'qisa bo'ladi, yo'q bu degan bizning kitobda o'shunday masala bor. Odam o'zini o'ldirdi. O'sha odamga borib janoza o'qisa bo'ladimi, yo'qmi degan masalada olimlarning ixtilofi, janoza o'qishlikda ixtilof bor. Lekin ixtilof emas bo'lgan joyi ham bor. O'sha joyi qayer desa, muftiy borib uni janozasini o'qimash kerak. Qozi borib
o'sha kishining janozasiga qatnashmash kerak. Rayondur baş imamı, aile hükümetli imamı, cuma meçhidin imamı, boy adam, obro' e'tibor ilimli odamlar o'shaning janozasiga qatnashmasin degan. Tahoratni chala biladigan yo bilsa biladi, bilmaydi yo'q, ilmdan yo boshqadan uzoq yo qavm qarindosh bir tug'an aka-ukalar o'shalar borib janozaga qatnashsa bo'ladi. Bu yerda ixtilof yo'q. Bu masalada ixtilof yo'q. Bu degani uni mechitga olib kelib, jumaga olib borib, boshqa yerga janozasini o'qimash kerak degan so'z, hurmatli jamoat. Shuning uchun o'zini o'ltirdi degan masala bizni shariatda o'ta og'ir, o'ta qiyin masalalarning biri. Musulmon odam bilish kerak bo'lgan narsani biri, hurmatli jamoat, bu tana, jasad, qo'l, oyoq bizniki emas. Bizda omonat bo'lib, vaqtinchalik bizda turibdi. Shuning uchun biz o'tgan juma bayonlarda ham aytdik jamoatga, odam pochkasini sotib iPhone telefon olsa bo'ladimi? Yana bitta pochkasini sotib bir 200 ga jip olsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi unday qilsa. Pochka seniki emas, Xudo berdi, himoya qilib turib, hibsi himoya qilib, ozgina turib tursin senda deyapti. Hadiya qilib bersa bo'ladi. Bir tug'an bir akasi o'rib qolgan bo'lsa, ikkovi teng analiz topshirib, akasiniki, ukasiniki tushsa, jigari tushsa, bir nima to'g'ri kelib qolsa, o'shani olib borib men o'zim beryapman desa bo'ladi. Sotsa bo'lmaydi. Nega degan so'rov bo'lsa, nimaga desa, jasad buniki emas. Omonat bizga berilgan. Saqlashimiz kerak. Salomatchilikka qarash kerak. Pochkani sotishga ruxsat yo'q ekan. Odam o'ldirishga umuman ruxsat yo'q. Katta odamlar orasida yo'q, biroq hozir yoshlarning orasida o'shanday qilib o'zini o'ltirgani borayotgan odamlar bor. Arzimaydigan sabablar bilan. Umuman arzimaydi buni shu yashab o'lib o'zini o'ltirishlikka arzimaydigan sabab. Bir odam ikkinchi bir erkak bir ayolni yaxshi ko'rib qolgan, suyib qolgan, men senga tegmayman, boshqasiga tegaman desa, uqsiz ichib oladi. Zahar ichib oladi. Pichoq bilan o'zini so'yadi, tomirini qirqadi, tog'dan tashlaydi, ipda osadi. Shunday narsalar. Halima Alloh taologa iymon keltirgan mo'min musulmon anda hech qachon qilmaydi. Musulmon odam, iymon keltirgan odam o'zini jonini qiymaydi deydi, o'zini o'ldirmaydi. Antkenan o'z ko'z oldinda dunyo qanchalik qorong'i bo'lsa-da, ondan umid degan narsa bo'lib jana sabrdulik bo'ladi deyapti. Bankrot bo'lgan odam o'zini ossa, boshiga har xil balo qazo kelgan odam o'zini ossa, musulmon odam taqdir degan narsadan iymon keltirmaydi yo iymon keltirsa ham amal qilmadi degan narsa chiqib qoladi ekan. Bu hurmatli jamoat, chet elda yurgizayotgan bizi musulmonchilikda emas, boshqa bir yerdagi odamlarni bizga musulmonlarni boshini aylantirayotgan masala bu. Musulmon qanchalik sinov, qanchalik qiyinchilik, og'irchilik kelsa ham o'zimni o'ltiraman demaydi ekanda. 13 yil payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinada qancha qiyinchilik ko'rdi. O'zinglarni o'ltiringlar demadi. Men ham o'zimni o'ltiraman demadi. O'zini o'ltirish degan narsa yo'q bizning shariatda. Tagidan yo'q. O'shani biz jamoat tushunmasa yaxshi bo'ladi. Anan aytadi, bizda musulmonchilikda deydi, ayollarga hurmat yo'q, boshqa erkaklarda obro'si bo'ladi. Yo'q, unday emas. Islom dini kelganda Makkaning mushriklari o'zini tug'ilgan qizini qumga tiriklay ko'mardi. Shuni bizni din qoraladi. Vala taqtulu avladakum. Bolalaringlarni o'ldirmanglar. Anfusakum degan boshqa oyatda. O'zingni o'ldirma dedi Alloh taolo. Bolalaringni o'ldirma dedi. Bizi islom o'zini qizini o'ldirishdan to'xtatgan. Islom dini kelgandan keyin o'lim to'xtatilgan. Shuni o'zini, qo'shnisini, mol qo'yini, osmonda uchib ketayotgan qushlarni, hayvonlarni ham o'ldirishda bizda sababsiz ruxsat yo'q. Chumolini uyiga o't qo'yishga ruxsat yo'q. Qushni patini yulishga ruxsat yo'q bizda. Nafaqat odam o'zini o'ldiradi. Bu Makkaning mushriklari qizlarini o'ldirar edi. Odamlarning ichida nima degan odam bo'laman, o'zini bitta ayol kishi tuqqan. Men el ichida qanday bo'laman?
Fa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yüzüm qara bo'ldi. Qiz tug'ib qo'ysa yuzi qora bo'ladi. deb o'ltirgan ekan. O'shani bizni shariat to'xtatgan, qaytargan. Javoblar qilsa bo'lmaydi. O'zingni o'ltirma, qizingni o'ltirma, bolangni o'ltirma, boshqasini o'ltirma. Joning saqla joningni degan narsa. Mana biz odamlar qarasangiz, Yaponiyadan chiqqan texnologiya, mashina, elektronika o'shanday narsalarga qiziqadi. Bugun Yaponiya dunyoda birinchi o'rinda turadi o'zini o'ltirish bo'yicha. Misrda odamlar kambag'al yashaydi. Juda unda problemada yashaydi, qiyinchilikda yashaydi. Misrda odamlar. Biroq o'sha Misr eng oxirgi o'rinlarda turadigan o'zini o'ltirish bo'yicha. Eng gaday, qiyin, kasal odamdan borib so'rasangiz, "Kayfa haluk?" deb, "Holing qanday?" deb so'rasangiz, ayta turgan so'z birela so'z, "Alhamdulillah" deydi. "Alhamdulillah, alhamdulillah" deb turaveradi. Musulmon o'shanday bo'lish kerak ekanda. Orib tursa ham nima deydi? "Alhamdulillah" deyish kerak. Peshanada bor ekan, ozgina qarz bo'lib qolibmiz. Alhamdulillah. Inshaalloh qutulamiz. O'shanday bizga sinovlar kelib qolibdi. Xudo bizni sinabdi, yaxshi ko'radi ekan. Buyursa inshaalloh o'shanday narsadan biz qutulib ketamiz degan musulmon odamning aqidasi bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'onda aytgan, haqiqatda qiyinchilikdan ortidan yengilchilik keladi. Chinig'inda qiyinlik ortidan yengillik keladi deb ikki yo'l. Inna ma'al usri yusra. Bir odam o'rib qolsa, bo'ldi, men shu o'ri bo'yicha yuraman deb o'ylamasin. Bir odam qarz bo'lib qolsa, men endi qarz ichida qolib ketaman deb o'ylamasin. Bir odamga bir muammo, problema, qiyinchilik kelgan bo'lsa, o'shaning ichida men qoldim, bo'ldi, jashonim bordi, o'sha keyin men o'sha problemani o'tam dunyodan degan o'y kelmasin deb. Alloh taolo Qur'oni Karimda qiyinchiliklar ortidan yengilchilik keladi. Oyatda Alloh taolo yusrun yengilchilik deganni ikki marta, usrun qiyinchilik deganni bir marta aytgan ekan. Odam bir marta qiynaladi, ikkita yengillik keladi. Bir qiylanadi, ikkita yengillik. Hayot shunday bo'ladi. Agar qiylansa, bo'lmasam yengillik bilan ketaveradi. Bir yilda 3 marta gripp bo'lgan odam norozi bo'lib ketadi hayotdan. 365 kun ichida 4 kundan 12 kun gripp bo'lgan odam yuragi siqilib qolyapti. Men yana gripp bo'lib qoldim, men og'rib qoldim deyapti. 300 kun esdan chiqib qolyapti, salomat yurgan. 10 kun, 15 kunni men gripp bo'ldim deyapti. Tug'ilgandan beri qo'l oyoq, ko'z quloq hamma yo'q ishlab turgani esda yo'qda, sal og'rib qolsa, ay deb norozi bo'lib ketyapti. Jonda emas, hurmatli jamoat. Qiyinchilikni beradigan Alloh taolo, yengilchilikni beradigan ham Alloh taolo. So'rasa yengilligini beradi. O'z jonini qiyganga borganlar ushul ekovining birosi bo'ladi deb islom olimlari aytib ketgan. Birinchisi, Alloh taologa ishonmagan odam. Bu endi kofir, musulmon emas. Xudoydan yo'q deydi. Qiyomat yo'q. To'zoq yo'q, jannat yo'q. Bu dunyo o'sha jasho, dunyoning jashosi bitgandan keyin jasho boshqa jasho bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu olam qo'qqisidan yana paydo bo'lib qolgan. Bu haligi opodadan maymun, shimpanze, gorilla deganlarni aqidasi bo'lsa kerak. Bizda ham maktabda bir paytlar shuna deb o'rgatardi. Odam maymundan paydo bo'lgan. Yer nimadan paydo bo'lgan desa, yer bir portlashdan paydo bo'lgan deydi, o'shanday deyapti. Qo'qqisdan ele paydo bo'lib qolgan deb tushungan odam o'zida muammo bo'lsa, problema bo'lsa, tom ustiga chiqadi-da, o'zini pastga tashlab yuboradi deb. Shunman o'ladi. 2 yil, 3 yil bo'ldi. Mana Qozog'istonda o'shanday suitsid degan narsa ko'payib ketgan ekan. Bolalar o'zi chiqib tomdan tashlab, keyin do'st bo'lsang yonimda tur deb do'stim bilan birga yetalashib tomdan tashlab, o'g'il bolaman, qiz bolani ota-onasi yo seni olib bermaymiz, qizni olib bermaymiz desa, qizman bola uchrashib 6-etajdan tashlab, o'sha yerda o'lib qolgan voqealar ko'payib ketdi. Televizorga chiqardi oxir shu. Aytinglar, odamlarga suitsid qilmasin deb. Bizda ham shunday narsalar bor ekan, lekin bizda oz. Biroq uni jamoatga tushuntirish kerak, hurmatli jamoat. Odam bir muammo bo'lsa-la o'zini o'ltirib olmash kerak. Alima Alloh taologa iymon keltirib, oxiratga ishongan,
mo'min musulmondin aqli esi o'rnida bo'lib tursa, o'shal odam o'zining jonini qiymaydi deydi. Xudoga iymon keltirgan odam o'zini o'ldirmaydi. İmam Buxoriydan keladi hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3-4 ta hadis bor odam o'zini o'ldirish bo'yicha. Yo'li ko'pda, nihoya bitta. Qanday yo'l qilsam shu maqsad o'ldirish bo'lyapti o'zini. Xolidan, muxalladan finnar. Qaysi odam o'zini o'ldiradigan bo'lsa, abadiy dozoqda degan Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadis bor. Xudo saqlasin. O'zini o'ldirgan odam esi joyida bo'lsa deyapti. Iymon keltirgan bo'lsa oxiratga, mo'min, musulmon, aql esi o'rnida bo'lsa. Biroq bizni jamoatdan bir so'rov bo'lib qolishi mumkin. Bir odam bor, mana haligi jin kirib olibdi deydi, sehr boshqa boshi joyida bo'lmasdan, o'zida bo'lmasdan haligi vasvasa bo'lib o'zini osib olgan bo'lishi mumkin. Haligi Alloh taolaga iymon keltirgan, oxiratga ishongan mo'min, musulmon, aql esi o'rnida bo'lsa deydi. Aql esi zarur narsada bu hayotda. Jasho'sunda bunday jamon avalga tushmaydi deydi. O'zini o'zi o'ldirmaydi deganda. Biz aytyapmiz, vasvasa bo'lgan odam, jin kirgan odam, endi o'shanday o'zini o'ldirgan odam el ichida bo'lsa, u odam o'ylab qolishi mumkin-da, meni bir tug'anim, meni qarindoshim ham aql esi joyida emas, o'zini o'ldirib qo'ygan, u ham do'zaxda ekan degan so'z bo'lsa, o'sha yeri kechirilgan hurmatli jamoat. Hali o'zini nima qilganini bilmaydigan darajada sehr bo'lib qoladi odamda. Biz ham ko'rganmiz o'shanda 3-4 ta holat ko'rganmiz. Biz aytamiz shularga, qattiq o'rvatadi, qarab tur deb. Bu vasvasa bo'lib qolgan. Qarasaylar o'zingga ip istab boshqa qiladi. Organ tufayli o'zini osib vasvasa qilgan bo'lsa, shu odamni Alloh taolo kechirsin. Endi o'zi qilmadi bu narsani. O'zi bilmadi ham. Yosh bola masalan, yosh balog'atga yetmagan bola o'zini bilmay osib olsa, uni javobgarchiligi boshqa. Boshi yo'q odam, vasvasa bo'lgan, sehr bo'lgan odam bo'lsa, uniki boshqa. Biroq esi bor odam shu yerda mashina o'tsa, poyezd tagiga o'zini tashasa, osmondan, tomdan tashasa, hozir men hadisda o'qib beraman, qanday yo'llar bilan o'ldirgan bo'lsa deb, qayra o'sha narsa takror bo'lib ketaveradi. U qanday desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda, qaysi odam dedi, zahar u degan zahar ichib o'lsa, qiyomat kunida o'sha zaharni ko'tarib boradi dedi. Har safar zaharni ichib qiylanganda shu zaharni ichaveradi, bo'ldi, azobi shu. Qaysi odam o'zini pichoq bilan o'ldirgan bo'lsa dedi, hamma odam qiyomat kuniga borganda qo'li ochiq boradi. Biroq o'sha odam qo'lda pichoq bilan boradi dedi. O'zini o'ldir. Qayradan o'ziga pichoq sayib o'ldiradi, qayradan o'zini pichoq sayib o'ldiradi. Nima bo'ladi? Azob takror bo'lib ketadi. Qaysi odam dedi o'zini tomdan tashasa, hadisga yetmay turib o'qib berdi, shashilib ketasiz, shunaqa jamoatga aytib qolayim deb. Qaysi odam o'zini tomdan, tog'dan, baland joydan tashagan bo'lsa, qiyomat kunida o'sha odamga bir baland joy qilib beradi deyapti, do'zaxning ichida. Faqat o'zini o'sha yerdan tashlaydi. Tiriladi, qaytadan tashlaydi. O'shanday degan azob bo'ladi. Shuning uchun jamoatga aytamizki, hurmatli jamoat, ajalni boshqa odamlar ko'rganda havas qiladigan bo'lib, keyin ham aytib yuradigan bo'lib, o'lishni Xudodan so'rash kerak. Namoz o'qiyotib o'libdi, jumada o'libdi, masjidda o'libdi, Makkada o'libdi, umrada o'libdi, hajda o'libdi degan bu eng yaxshi narsa. Biroq bir odam ichib olib o'libdi, chekib olib o'libdi, zino qilib o'libdi, birovning uyiga o'g'irlikka tushib o'libdi. Ana Braziliyada kecha televizordan ko'rsatyapti, 180 tasini otib o'ldirdi mamlakat. Endi u 180 ta deb qo'ydi. Bular hammasi narkoshlar ekan. Ko'chani odamlari narkotik sotadigan, bir narsa qiladigan. Ular endi musulmon emas, misol uchun aytayapman. O'shalar agar musulmon bo'lganda hammasi harom bo'lgan bo'lardi. Mamlakat otib o'ldirsa ham baribir harom bo'lgan bo'lardi. Desa, narkotikni tarqatayotgan yerda o'ldi degan narsa. O'shaning uchun biz jamoatga eskirtamiz. Hurmatli jamoat, bir odam bu dunyoda ikki yo'l yashamaydi. Bir marta yashaydi. Bu degani bir marta o'ladi degan. O'sha bitta o'limni chiroyligini Alloh taolodan so'rash kerak. Kimda kim o'zini to'g'dan irg'itib, o'z jonini qiygan bo'lsa, al tozoqda, ana boyagi hadis, tozoqda da o'shentib irg'itilib tubolik azoblanadi. Abadiy
Ahırı yo'q deyapti. Kimde kim u ichib, zahar ichib, o'z jonini qiygan bo'lsa, al tozoqda da o'shentib qo'lina u olib, zaharini olib deyapti, ichib tubo'lik azoblanadi. Kimde kim o'z jonini temir menen, o pichoqmi, qilichmi, pistolet, avtomatmi, bir nimami oson-da. Stalin chaqiryapti desa o'zini otib olgan u. Kattalar biladi. Hajjat chaqiryapti desa ham bormagan, o'zi uydagilar bilan xayrlashib ketgan. Bu hajjat musulmonlarniki. Stalin 54-yili o'lganmidi? Rahmatli desa bo'lmaydi u kishini. Shunaqa bitta sayti bor ekan, odam dard chiqsa, orqasiga rahmatli deb yozib qo'yar ekan, marhum deb. Musulmon emas odamni marhum deyilmaydi. Kimde kim o'z jonini temir menen o'z jonini qiygan bo'lsa, al tozoqda o'shentib temirin qo'lina olib, ichine sayib qiyomatda abadiy do'zaxda qolib ketadi deyapti. Salomat odamni shayton vasvasa qilib, "Ey salomon qutul, o'l, o'zingni o'ldir" deb aytadi. O'ltirishda olimlarimiz aytgan ekan, sekin o'ltirish bor, tez o'ltirish bor debdi. Sekin o'ltirishga sigaretni misol qildi bir olim. O'zi pulga sotib oladi, o'zi chekadi. Pachkasini qarab qo'ysang, ustida haligi eng bo'lmag'ur bir kasalliklar suratini ham chiqarib qo'ygan. Shu o'limni sotib olib, ajalni sotib olib, sekin-sekin o'zini o'ldirganga harakat qilyapti deyapti. Ba'zi bir o'lim bor, tezda o'ltirib qo'yadi o'zini. Pistolet yo pichoq yo palonchi yo tomdan tashlab yuborishma. Tez o'ltirgan ham, sekin o'ltirgan ham, ikkalasi ham o'zini o'ltirgan bo'lib hisoblanadi. Alloh taolo Qur'onda bunday deydi. Erkakmi, ayolmi iymon keltirib, solih jasho, yaxshi ishlarni jasagan bo'lsa, ag'a miqti jashoni beramiz. Erkak kishi yoki ayol kishi, men zakarin unsa degan oyat karimada Alloh taolo qaysi odam erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yaxshi amal qilsa, solih amal qiladigan bo'lsa, uni yashosi qiyomatda jannatda yashaydigan hayotda yaxshi bo'ladi deyapti. Va man a'rada an zikri, ko'pchilik yuragi siqilgandan o'zini o'ldirib olyapti. Yuragi siqilish kasali hozir ko'paydi. Psixologga borsang, o'ziga ham bitta psixolog kerak. Hamma yurak siqilish ko'paydi hozir. Shuni shayton ham keladi. Alloh aytayapti Qur'onda: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Qaysi odam Alloh taoloning zikridan yuz o'girsa, bosh tortsa, qiyinchilik jasho bor deyapti. Bizning meni masjidda bitta xonamiz bor. Telefon bor, mana WhatsApp bor, hammada telefon bor hozir. Bir odamlar kelib menga muammosini aytadi. Hech kimda bo'lmaganday Odam alayhissalomdan bugungacha hech kimda bo'lmagan muammoni singari muammo, boyagi problemani cho'ng qilib, katta qilib ko'rsatadi-da. Yana biz aytamiz, "Mana odamda bunday bo'lgan, unda bunday, bunda bunday bo'lgansa, keyin o'zi kelib qoladi." Biz ham o'shini jamoatga bunday eskertib aytamiz, hurmatli jamoat. Siz og'riyotgan bo'lsangiz, sizdan 5 betlar og'rib yotgan odam so'zsiz bor bu hayotda. Siz qarz bo'lgan bo'lsangiz, sizdan 500 marta bettar bo'lib qarz bo'lib ketgan odam yo'q emas bu dunyoda. Sizda bir muammo, problema, qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, esdan chiqarmang, sizdan ko'ra ko'proq qiynalayotgan, muammodagi og'irchilikda yurgan odamlar yo'q emas. Dunyoga kelib faqat sizinglar bolangiz og'rimayapti, sizinglar otangiz o'tib ketmadi. Sizlar kasal bo'lmadingiz, sizlar qarz bo'lmayapsiz. Shuni esdan chiqarmaylik. Hammada muammo bor, hamma muammoning yechimi bor. Kim Alloh taoloni zikr qiladigan bo'lsa, Alloh taolo falanuhiyannahu deyapti. Alloh taolo o'sha kishiga yaxshi hayot beramiz deyapti. Kim Xudodan uzoqlashsa, maishatan danka degani mana yuragi siqiladi, mana o joyi siqiladigan bo'lib qoladi. Fa ka'annama yas'adu ila as-sama, osmonga ko'tarilgan bir odamga o'xshaydi. Osmonga ko'tarilsa, osmonda havo oz. Dayyiqan harajan dedi oyatda. Dayyiq degani tor, qisilib qoldi. Harajan degani qiylanib qoldi degan. Yerda yuraradi. Osmonda havo yetmagan odamga o'xshab qiylanadi deyapti. Buni yo'li qanday desa, duo zikr. Zikr qilamiz, duo qilamiz, Alloh taolodan so'raymiz. O'lmay qolmaydi hech kim, hamma o'ladi. Faqat o'zini o'ldirmash kerak. Bu hayotda suitsid yoki boshqa narsa qilmash kerak.